Podpiska bosib yuboring. Keyingi safar Amirsoyga 90 mingga borishni o'rgataman. Oyim bilan 30 yil deganda ko'rishgan sinfdoshlari bilan birgalikda transport gaplashib, odam boshiga 200 mingdan Amirsoy tarafga yo'lga chiqdik. Bizga transport tanish bo'lganligi sababli biz mutlaqo pul to'lamadik, lekin atak 200 mingdan chiqarkansizlar. Birinchi lokatsiyamiz kiyik ferma bo'ldi va kiyik fermaga 50 mingdan kirib, 5 mingdan sabzi sotib olib, har bitta hayvonni xuddi shu ko'rinishda ovqatlantirib chiqdik. Juda ham qiziqarli travel bo'ldi deb ayta olaman. Ketidan esa ovqatlanishga yo'lga chiqdik. Bu yerda ofitsiantlar bizani shunaqa chiroyli holatda kutib olishdi. Ichkariga kirganimizda qaynoqqina jo'jalardan yeb chiqdik va so'ng borib tarafga yo'lga chiqdik. Bu yerda pravila bo'lsa, mana shu mashinam mototsiklni haydashga sizlarga besplatno haydashga berilar, ya'ni o'zingizlar haydashingiz uchun atak oplatasi so'ng yoniga qanchalik ko'proq borsanglar, shu daraja qimmat bo'lar ekan. Ketidan jonli efirlarni eshitib, ya'ni jonli ijrolarni eshitib, mazza qilib bitta qizib oldik. Bu yerda o'sha Amirsoyga kelib ancha so'yib qolgandik. Va kanatga narxlari bitta odam uchun 150 mingdan ekan, lekin biz chiqishga ulgurmadik va uyimizga soat 8 ga yetib keldik.